Assalomu alaykum. Sog' salomatsizlar, birodarlar. Barchangizni hayit ayyomingiz bilan tabriklayman, do'stlar. Tonimagan insonni o'zi yo'q bugunni qarang. Kalendula, tirnoq gul deydi. Yovvoyi holatda bak, hovlingizga o'sib yotibdi. Suvsizlikka ham chidamli qarang. Buni qaynatmasi, damlamasi, og'iz kasalliklari, ya'ni ichilsa, chayilsa, gingivitis stomatitni davolaydi va hazm tizimini yaxshilaydi, jigar gepatozi, gepatiti va hamda buyrak, qovoq, peshob yo'llaridagi infeksiyalarni, o'pkadagi bakteriyalarni yo'q qilish xususiyati bor. Xullas, shamollashga do'stlar, antigistamin, antistressni, antivirusni ta'sir qiladi va hamda degan joyi bor. Negativlar qichib qoladi-ku, mana allergiya. Ana shunda ham ichsa allergiya simptomlarini borku yo'qotib beradi va hamda asab sistemasini davolashda juda ham yaxshi qo'llaniladi va asabdan kelib chiqqan yurak og'riqlarini bartaraf qilish xususiyati bor buni. Buni tayyorlash qanday bo'ladi? Qarang, qurug'ini mana gulida faqat, guli yaxshi zo'ra. 1 yoki 2 osh qoshiqini 1 litr qaynoq suvga damlab qo'yasiz kechasi va ertasi kuni shuni 3 ga bo'lib iste'mol qilib yurasiz och holda. Bo'ldi. Sizdan birov pul so'ramaydi, narsa so'ramaydi. 1 oydan 2 oygacha shu narsani qiling. Shunaqa xudo xolasa yaxshi ta'sir ko'rsatish xususiyati bor. Men anchadan shaq foydalanaman va bu haqida 9 oy oldin video ham qo'yganman. Sog' salomat bilan Allohga omonat, siz xayr. Asosiysi o'zingizni asrang.